voy nima qilib qo'ydi shundoq qizni buzib qo'yibdi deyishadi. Axlatchelik turgan edi, axlatchelik bor, axlatini to'kib, to'nkarib, onam o'sha ustiga o'tkazib sochlarini qilganman. Kelin 18 yosh bo'lsa, ammasi 50 yosh, xolasi 40 yoshda oldingi narsalarni xohlashadi. O'zligini davriligidagi, qiyinligi kelgan obrazni xohlashadi. Men 60 ta o'rtog'im bilan boraman, kelin tamom bo'ladi. Juda ham ko'p ota-onalar, qarindoshlar kelinni настроениясini buzib chiqarishadi. Assalomu alaykum. Men Rustamova Iroda, lekin hamma meni Irosha taxallusi bilan taniydi. Kasbim stilist, vizajist, make-up artist. 18 yildan beri shu sohada ish faoliyatimni yuritaman. Qilib berishga majburmiz. Chunki kelinlar kelayotganda уже o'ziga chegara qo'yib kelishadi. Например, menga kelin keladi. Men bundoq qarayman, vau, men bugun nежный obraz yarataman, европейский qiz ekan deb qarayman-da. Sizga bugun nежный obraz qilamiz desam, yo'q, menga to'qroq, kipriklarim katta-katta bo'lsin, sochlarim объемный ishgan bo'lsin. Siz уже paqi deb nima deydi? Xullas, men nastroy tayyortiraman, что unga obraz yaratishga, lekin kelin tappamani bo'ladi, nastroy tushiradi. Уже majburman, chunki to'y uniki. Kelinni xohlagan obrazda qilib berishim kerak. Agar men o'zim xohlagan obrazda chiqarib yuborsam, kelinga noqulaylik bo'ladi. Uni xarakteridan kelib chiqib, meni obrazim tushmay qolishi mumkin. Undan ko'ra men 2 marta maslahat beraman. Что, давай boshqa narsa qilaylik. Ko'nsa ko'ndi, ko'nmasa kelinni o'zini xohishini qilib beraman. Bu juda ko'p bo'ladi bu holat. To'g'risini aytsam, kayfiyatimni tushiradi. Chunki tashqaridan kelgan amma, xola, kenaylar hammaning yoshi har xil. Kelin 18 yosh bo'lsa, ammasi 50 yosh, xolasi 40 yoshda oldingi narsalarni xohlashadi. O'zligini davriligidagi, qiyinligi kelgan obrazni xohlashadi. Ana meni qo'limda 18, 17 yashar qiz o'tiribdi-da, ularning xohishi bu qizga to'g'ri kelmaydi. Shu narsa meni juda ham g'ashimga tegadi. Biz o'zimizni opitimizdan kelib chiqib, kelinni chiroyli qilib chiqarishni xohlaymiz. Chunki kelin bizning yuzimiz. Tashqariga chiqqandan keyin kelinga tushmaydigan obrazni biz qilib qo'ysak, bundoq ko'rgan odam, voy, nima qilib qo'ydi, shundoq qizni buzib qo'yibdi deyishadi. O'sha narsa bizga minus. Men xohlardimki, kelinlarni o'zini xohishiga tashlab bersin. Kelinni o'zini fikri bo'lmasa, bizga tashlab berishligi kerak. Turmush o'rtog'i. Chunki har xil kuyovlar bor-da. Bittasi telefon qiladi. Men 60 ta o'rtog'im bilan boraman, kelin tamom bo'ladi. Chunki 40 ta bolaga joy qilingan bo'ladi. Endi u telefonni qo'yib, onasiga qilib, dalcha onasidan gap eshitish kerak-da. Xo'p, telefon qo'y, onasiga, ona 40 ta emas, 60 ta kechayotgan, onasi baqirib ketadi. Endi kelin anu hayajonlanib, nervich qiladigan vaziyat shu. Mana bitta vaziyatni aytib beraman. Bir kun kelin keldi, o'tirdi. Makiyaj qilyapman, kelinning akasi telefon qilyapti-da. Men o'tda akasini ham tushunaman, singlisini turmushga berayotganiga qizg'anyapti singlisini. Bu narsaga 10 yilcha bo'ldi. Qizg'anyapti-da. Meni tufligim qatta deyapti. Aka, shunday shkopingizda yerda turibdi, men topa olmayman, kelib topib ber deyapti. Tasavvur qiling, men makiyajni почти tugatganman. Yig'layapti kelin, katta oyoq kiyimini topib bergani. Prosta men u yaqin odamim kelini bo'lgani uchun men tishimga qo'yib chidaganman. 20 minutda qaytib kelgan, u qiz o'sha makiyaj qilib bo'lmaydi-da, ko'zli ishib ketgan. Вообще mana shunaqa holatlar juda yomon. Kelinni asabiylashtiradigan. Bo'ldi, u kelin bilan ishlab bo'lmaydi. Tinmay ko'zidan yosh oqyapti. Men aytib turibman, bo'ldi, yig'lamang, men makiyaj qila olmayman, sizni chiqarib boraman hozir. Tinmay oqyapti, u narsani to'xtata olmaysiz.
tushuntirishga harakat qilaman, chunki bir xil qizlarni po'ralari ochiq bo'ladi, bir xil arabskiy makiyaj xohlashadi, lekin ko'z oldida pardalar bo'ladi. U ko'zdan arabskiy makiyajlar chiqmaydi. Bir xil chechenskiy strelkalar xohlashadi, dagestanskiy strelkalar xohlashadi, lekin qovoli qizlar bo'lmaydi. No, tushuntirishga harakat qilamiz. Что bo'lmaydi u makiyaj. Tushunish xohlamasa, nima xohlasa o'shani qilamiz. Agar makiyajni to'g'ri aybini topib bera olsa, mana misol uchun nimangiz yoqmayapti sizga desa, qoshimni cho'zib bering yokida rumiyanamni ko'paytirib bering. Men unaqa tanqidlarni normalni qabul qilaman. Chunki ko'yni to'lib, chiroyli bo'lib chiqib ketishini xohlayman. Bir xil kelinlar bor, nima xohlayotganini bilishmaydi. Например, nimangiz yoqmayapti desa, bilmadim deyishadi. U holatda biz hech nima qilib bera olmaymiz. Avvalambor klient nima xohlayotganini bilish kerak. Men o'ylayman, uydan kelin qanaqa kayfiyatda chiqishi juda ham ko'p narsa bog'liq. Juda ham ko'p ota-onalar, qarindoshlar kelinning настроениясini buzib chiqarishadi. Birinchidan pulni muammo qilishadi. Kelin ertalab chiqib ketayotganda, "Oyi, ada pul beringlar" deydi-yu. O'shanda ko'p kelinlar gap eshitishadi. Namuncha palon pulga boryapsan, mahallanikiga chiqsang bo'lmasmidi, arzonrog'i ham tez chiqmasdi deyshadi. Birinchi kayfiyat buziladigan o'sha. Ikkinchisi yonida kelayotgan sherigini anaqasi o'tadi, energiyasi o'tadi. Anaqa qil, mamnaqa qil. Tushundingmi, mamnaqa qilasan degan qasi o'tadi. Keyin ko'p kelinlar mana shu o'tirishi bilan oyis telefon qilib urishadi, kimdir qilib urishadi, kuyovga qil, anaqa qil, mamnaqa qil. Juda ham kelinga o'sha narsa yomon ta'sir qiladi. Agar makiyajdan norozi bo'ladigan holatda men aybim bo'lsa, men bo'ynimga olaman. Agar men aybim emas, atrofidagi qarindoshlarini aybi bilan bo'layotgan bo'lsa, men unga vaziyatni tushuntiraman. Birinchi bo'lib o'zi klient o'sha yangasi kimlardir kirib kelsa, tashqarida o'tirib turing, biz bemalol ishlab olaylik deyman. Menga o'sha qulayroq variant. İlk mijozlarimmi? Endi 18 yil bo'lgan ishimni boshlaganimga. To'g'risini aytsam, jayam eslolmayman. Birinchi mijozim onam bo'lganlar. Eslayman, nima deydi? Malakamni oshirishga onamni chaqirganman. Birinchi mijozim onam bo'lganlar. Joy bo'lmagan, o'tkazishga nima qilishni bilmaganman, vaziyatdan chiqishim kerak. Axlatchilik turgan edi. Axlatchilik bor, axlatini to'kib, to'nkarib, onam o'sha ustiga o'tkazib, sochlarini qilganman. Birinchi klientim onam bo'lganlar. Chiroy chiqqanmi? Endi ustozim, конечно, qoniqmaganlar, sandan stilist chiqmaydi, stop deganlar. No, onamga yoqqan, onam meni podдержка qilganlar, bo'ladi, o'qishaydi deb. Allohga shukr, kam bo'lmadim. Eng ko'p uchraydigan yuzi toni noto'g'ri tanlab qo'yishadi. Chunki ko'pchilik makiyajga borganda, общий makiyajga o'qishadi. No, ko'pchilik o'qiyotganlar hozir bilmaydiki, yuzi toniga alohida o'qish kerak. Men ko'p ko'radigan narsam yuzi tonida xatoliklar ko'raman. Kiprida. Chunki men o'zim necha yil stajim bo'lsa ham, imkon qadar yaxshi joy topsam, har yili chet elga borib o'qib kelaman. O'zbekistonda o'qimayman. Chet elda borib o'qib kelaman. To'g'ri, misol borganimda 10 ta narsa o'rganmayman, bitta dona narsa o'rganaman, lekin yo'nalishim o'zgaradi. O'shaning uchun hamma qizlarga o'qishligini maslahat beraman, iloji bo'lsa chet ellarga chiqib o'qishsin. Birinchidan nima deb tushuntirsam bo'ladi? O'sish bo'ladi. Qiziqish paydo bo'ladi. Babi chet elga chiqib o'qib kelgandan keyin odamning dunyo qarashi ham o'zgaradi. U narsani men so'z bilan tushuntirib bera olmayman. Farqi katta. Ikkala makiyaj mundoq ko'rganda bir xil bo'lgan bilan o'ta juda ham katta farq bor. To'yga ketayotgan qizlar, ya'ni вечерний makiyaj qildirishganda projektor, kamera, mana svetlar bilan ishlashmaydi, lekin mana projektor, kameralar makiyajni yeydi.
Nima uchun biz kelinlarga eng qimmat brendli kosmetikadan ishlaymiz? Chunki mana bu svetlarga mana bu narsa javob berish kerak. O'shaning uchun biz kelinlarga eng qimmatini ishlatamiz. Вечерныйga o'rtacha bo'lgan kosmetikalarni ishlatamiz. Bundoq qaraganda bir xil makiyaj bo'lgan bilan no'tda ikki xil kosmetika ishlatilgan bo'ladi. Вечерныйga ketayotganlar 10 gacha kechqurun turib bersa zo'r. Kelinniki почти ertalab salomgacha turib berish kerak. Bizga shunaqa talab bo'ladi. Salomgacha turib beradimi degan narsa bo'ladi. U narsaga biz kosmetikalarimiz bilan javob beramiz. Shu kasbga kirmoqchi bo'lganlar, o'rganmoqchi bo'lgan qizlarimizga men tavsiya qilaman. Men oldingi zamonda parikmakerlarni, stilistlarni yomon deb o'ylashardi. Lekin hozirgi paytda unaqa emas. Chunki hamma stilistlarning oilasi, bola chaqasi bor. Avvalambor u odam o'ziga bog'liq. Lekin men tavsiya qilaman, bu hunar. Hunar qiz bolaga har doim kerak. Yosh qizlarimizga makiyaj borasida men nima deydi, yosh qizlarga pardoz qilib yurishligini maslahat bermayman. Meni o'zimning ham qizim bor, katta qiz. Lekin hali shu yoshgacha labiga bitta besvetniy pomada surmagan. Tavsiya bermayman. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Munisa Rizayeva. Munisa Rizayeva. Munisa Rizayeva. Munisa Rizayeva. Sog'lig'inglarni asranglar deyman. Eng katta aytadigan gapim sog'lig'inglarni asranglar. Chunki sog'lig'i shunaqa tuzatib bo'lmaydigan narsalar bor hayotda.